shu yerda. Shankulov, shularni mashina kauntarda sotib yuribsanmi? Assalomu alaykum aka. Alaykum. Biz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan tikuv mashinalaringizga taklif etamiz. Oppo. Men germanskiy, menimcha yaxshi qancha tushuntirib bering qani. Daromad kuniga 300 ming so'm. 300 ming so'm kuniga 300 ming so'm. Narxi qancha uni? Narxi boshlang'ich to'lov bor yo'q 500 ming so'm. Qilsangiz 3 kun ichida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 500 ming so'm. 400 ming so'm bersam bo'ladimi? 400. Mayli, faqat siz uchun. Super. Всё, men hozir pul olib kelaman, hal qilamiz, давайте договор qilamiz. Super, super. Ha, supermen. Menga qara. Sen nima qishloqda oddiy, sodda odamlarni shaqar pullarni olib allamoqchimisan? Men bor ekanman. Sen hech qachon allalmaysan odamlarni. Esingdan chiqarma. Agar qishloqqa yana bir marta tikish moshin deb kelsang, tikaman aytib qo'y. Tushundingmi? Tez qurib yo'qda. Detskiy panetga buyoqqa ketdi. Qayda ko'rgansan 500 mingga tikish moshin berganini? Anlayjonlar, sizlar ham ko'zlaringizni moshday ochingizlar. Bironta telefon qilib bankdanmiz yoki Telegramdan karta nomeringizni tashlab yuboring desa ishonmaysizlar. Qaysi birlaringizga bo'lay, hammani qutqara olmayman, anlayjonlar. Sen hali ham o'tiribsanmi? Rебята, дедюлятma, katina muxliyapti. Tez qurib.